o'zimizni qizimizdek kelinlarimizni asrashimiz kerak. Ularning homilador bo'lgan paytlari bo'ladimi? Qiyinchilik vaqtlari bo'ladimi? Ularga dasturxonlarni go'zal qilib berishimiz kerak. Yeydigan taomlarni, kiyadigan kiyimlarni, ba'zi bir uyda bo'ladigan narsalarga erkaklarimiz ko'ndalang turib berish kerak. Uyni egasi bo'lgandan keyin mahkam turish kerak. Qarab turibmiz, ko'rib turibmiz. Kelinlarimizni, qizlarimizni ba'zi bir qadriga yetmasdan oyoq osti qilib, qish sovuqqa kafil bo'ladimi, marmar bo'ladimi, ularni yuvib tozalashga majbur qilayotgan, ularni kasal qilayotgan, homilador bo'lgan paytlarga qaramayotgan va ularga doktorga borishga izn bermayotgan, kasal bo'lganda bunaqa holatlar bo'ladi va uning natijasiga kelinlarimiz, qizlarimiz majruh bo'lib qoladi, kasal bo'lib qoladi yoki hayotdan bevaqt o'tishiga sababchi bo'lib qoladi. Shunday ekan azizlar, erkaklik maqomimizni mahkam qo'limizga olib, qizimizga, kelinimizga chiroyli qarashimiz kerak. Kasal bo'ldimi, bir joyi og'irdimi, darrov doktorga olib borishimiz kerak. Uni ertaga indinga solib, otang kelsin, onang kelsin, falon bo'lsin, pul kelsin deb o'tirmanglar. Ayollardagi qaraydigan tibbiyot xodimlari tekin, bepul. Shuning uchun hech bo'lmasa vaqt ajratib, mashinamizga o'zimiz qo'limizdan ushlab, ayolimizni qo'shib, o'sha doktorlarga olib boradigan bo'lsak, ko'plab kasalliklarni, ayollarimizni majruh bo'lishini oldini olamiz. Nima deganda bu so'zlarni bekor aytmayapman. Hozir mana shu ilgarigi 3-Roddon degan Valensiya kasalxonasining oldidan kelyapman. U yerga yuzlab, minglab ayollarimiz kasal bo'lib o'sha yerga qatnab turibdilar. Bularni sizlar hammalaringiz yaxshi bilasizlar. Bu ayollarimizning kasallari bo'g'ozidagi paytlariga nihoyat darajada avjlanib ketdi. Nima deganda vaqtiga ovqat yemayapti, vaqtiga parvarish bo'lmayapti, doktorga bormayapti, tabibga ko'rsatmayapti, eridan mehribonlik kutmayapti yoki olmayapti, undan keyin kasal bo'ladi azizlar. U ayollar begona emas, bizlarning qizimiz, bizlarning kelinlarimiz bo'ladi. Shunday ekan azizlar, bu narsalarni ibrat uchun, nasihat uchun aytyapman. Boshqa narsani aytishim mumkin edi, lekin zarurat bo'lganda xalqning boshiga keladigan musibatlarni aytib turish kerak va bunga kishilar quloq solish kerak. Uzoq yaqindan bu musibatga, bu janozaga barchalarimiz ishtirok qilyapmiz. Kelinimizni, qizimizni haqiga duo qilish uchun shu yerga hozir nozir bo'lib turgan ekanmizmi? Xulus niyat bilan duo qilaylik. Boradigan joylari jannatdan bo'lsin. Munkar nakir savollarga Alloh zaboniga yod olsin. Bu hayot dunyoda qilgan toatlari, ibodatlarini husnul qabul aylagan bo'lsin. Bilib bilmasdan yo'l qo'yilgan sayu xatolarini G'afurur Rahim sifatini Alloh mag'firat aylagan bo'lsin. Bu ishdan boq qolgan farzand, turmush o'rtoqlari, ota-onalariga, yaqin qarindoshlariga bu og'ir musibatni ko'tarishligiga Allohu taborak va taolo sabr jamiyat oqsin. Va oxiri davana alhamdulillahi robbil alamin. Zafar qora akam kelgan, Zafar qora akam